baytam tinchmagan odamlar dedi. Xudo qalasa bugungi videomuz siz uchun juda manfaatli bo'ladi. Joy salaman degan poyez yo'lda ishlaydilar. Xullas, qamish ishini ishlaydigan ko'pchilik tadbirkorlara kerak bo'lib yurganlari aynan oldin qamish bilan bosiracaklar. Ko'pchilikning ishi yengil bo'ladi, tezlik, sifatli va texnologiya bilan ta'minlangan Sherzod ukamiz Xudo qalasa ish faoliyatini boshlagan, ishini qamishlarini to'qib siz uchun kerakli razmerda taxlab berib turibdi. Qolganini Xudo qalasa Sherzod ukamiz tanishtirib boradi. Sherzod aka bemalol. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yaxshimisiz, yaxshimisiz. Bizlarni bugun ishlab turgan ishimiz qamish sohasi bo'ladi. Shu yurtimizning, yurtdoshlarimizning ishlarini qo'ldan kelgancha yengillashtirish maqsadida ishladik. Ariyandan kun ko'rinmaymi qarab? Kun ko'rinmaydi Ariyandan. Ha, ish sifatli. Ish sifatli. Xudo xolasa shu kelishilgan narxlarda yurtimizga, elimizga yetkazib berishda to'xtamaymiz. Shu sizni qo'llab-quvvatlab tursanizlar bo'ldi. Buni eni 2 metr bo'ladi, uzunasi 4 metrdan to'xtatib 65 ming so'm. Keyingi masala, agar novestiylarni bo'lsa, uyning ishlarini, uchaklari zakaz bo'yicha to'qib beramiz. Novest mesela 20 metr zakaz etilsa 20 metr ham to'qib beramiz. Uzluksiz holatda. 10 metr zakaz etilsa 10 metr ham farqi yo'q. Razmerini aytsa, cheto'shini olib kelsa, bo'lsa chaqirsa o'zimiz ham borib ishlab beraveramiz. Keyingi masala, masalan, yo'q, men o'zimda qamish bor, to'xtaman desalar, bundan bo'ladi. Qamishni olib kelsalar, o'zimiz ham to'qib beraveramiz. Apparatlarimiz bor, texnikalarimiz bor. Dastlabkidan boshqa narsadan muammomiz bo'lmaydi. Agar buni kultali qamishdan solishtiradigan bo'lsak, kultali qamishdan 2 so'm bundan yayg'anda kultali qamishdan arzon tushadi. Yurtdoshlar. Hamma narsasini hisob kitobini chiqarib qo'yibmiz. Ko'p narsa yengillik, ansatlik, tezlik, sifatli. Bo'ldi. Xudo qalasa istalovoy ochib yurganlar bor endi, xudo qalasa bu yoni sezon bemalol bu narsa bilan bunday chetakni aytasiz, ichine karvat qo'yib bizlarni chaqirasiz. Bu yerda ozroq ko'rinib turibdi, bormi yana qamish? Bor. Hozir siz emasda bazamizni olib borib ko'rsataman, bazamizda muammo yo'q. Hozir bu yarim tayyor mahsulotimiz, bu yerda tayyor mahsulotlarimiz bor ine. Zakazga qo'yib. Ava, bu zakazlar ine, bu yerda zakazga tayyorlab qo'yibmiz. Xudo ish faoliyat yomon emas. Xudo xolasa ine bu yerda burchayniki bor, ine bu yerdan bor tayyorlari. Bu yerdan bor tayyorlari. Bular hammasi zakazga tayyor bo'lib turibdi. Tek. Bu yon 4 metrmi shu? Ava, uzunasi 4 metr, eni 2 metr. Ha. Bular zakazga tayyor bo'lib turibdi. Xudo qalasa telefon nomerini yozaman, Sherzod ukamiz bilan xabarlashaverasiz. Manzilimiz agar o'zini bazasida uyina kelaman desangiz, Dumanqala deb aytiladi bu yeri. Dumanqala degan o'zi ko'pchilik biladi, bilmaydilar bo'lsa so'raysiz. Bo'ston yo'ldan kelsangiz, poyez yo'ldan o'tgan yerda, 4 tarafdan kelsangiz, 4 harbiy tarafdan, undan poyez yo'li yetmasdan burun. Ya'ni shuni kelsak, yana chap qo'la aylanamiz. Bo'ston yo'ldan kelsak o'ng qo'la. Aylanib shu qamishchining yerda desangiz ko'rsatadi. Bemalol aloqaga chiqaverasiz.